Odyssey Christopher Nolan tomonidan yaqinda ishlab chiqarilgan Odyssey filmini original asarida hozirgi hayotga mos keladigan juda ham dahshat bitta zo'r ma'nosi bor. Agar filmni hali ko'rmagan bo'lsangiz, TVcom ilovasida bemalol o'zbekchasini ko'rsangiz bo'ladi. Va albatta eng so'nggi premyeralarni ham TVcomdan topa olasiz. Demay boshladik. Odyssey filmida juda ham ko'p maxluq va yovuzlar bor. Siklop, hayvonga aylantirib qo'yadigan jodugar, sirenalar, ulkan suv girdobi, uch boshli maxluqlar va ulardan eng yomoni esa Kalipso. Aynan Kalipso Odysseyni eng uzoq vaqt ushlab qoladi. Bo'lmasa u unga na hujum qiladi yoki yaralaydi, yoki hech qanaqa sehr ishlatmaydi. Uning o'rniga esa unga bor hamma narsani yaratib beradi. Komfort, mehribonlik, xavfsizlik, sevgi va hattoki boqiy hayot ham. Va aynan ana shu yerda Odyssey naqd 7 yil qolib ketadi. Balki Gomer ham aynan mana shu narsani aytmoqchidir. Bizning hayotimizga eng katta to'siq har doim ham og'riq yoki qiyinchilik emas. Haqiqiy to'siq esa bu komfort. Qiyinchilik esa har doim bizni oldinga harakatga boshlaydi. Komfortga esa harakat kerak emas. Yoqimli ovozli suv parilari ham, hattoki butun boshli dengiz ham uni to'xtata olmadi. Lekin komfort hayot uni naqd 7 yilga to'xtatib qo'ydi. U hammamizni to'xtata oladi. Balki yomon ko'rinishga ega bo'lmagan haqiqiy xavf bu komfort hayotdir.